66. 66. Tyson 9 Nasibsi bag'irlatamiz a. Endi yoramiz. Endi suv ham ichsa bo'ladi, ovqatlansa bo'ladi. Hozir a qancha ma'lumot beraman. Tyson tonozdan o'tgandan keyin birinchi nima qilish kerak bilasan? Birinchi bo'lib mana ichish kerak. Suvlatish kerak. Buni hali birinchi marta ichishim. Bu ham suv, ham vitaminli ichida. Ichsa bo'ladimi hozir? Ha. Ham vitaminizatsiya ketadi, ham suv ketadi. Mana do'stlar, Tarazdan naharman o'tib oldim akalar. 75 kilodan 66 gacha tishdagi endi qo'ldan kelsa nasib qilsa inshaalloh ertaga jang ular batishgan bosib turadi. Odilxon bilan urushganda necha kilo eding? Odilxon urushgan paytim 70 kilo edi. 70 kilo, hozir 66 dan. Hozir 66. Xudo xohlasa, moshni bilan ko'ramiz. Давай, batishgan bosib.